jonga tegdi amonat mashina. Gaz qo'ygandan beri hech odam bo'lmadi. Nima bo'ldi Jamoliddin? Gaz qo'ygandan beri bu hech yaxshi bo'lgani yo'q mashina. Jonga tegdi. Zavod qilaman, o'chib qoladi. Zavod qilaman, o'chib qoladi. 3 martaba bo'lib keyin yurib ketib qoladi. Tortisha yaxshi emas. Kimdir maqtab, men bu injektorni qo'yib berdi. Hech o'xshamadi. Buni hal qilamiz, hammasi o'zimizda-yu. Buni bitta injektorni almashtiramiz 0,1 ga. Aha. Bitta 2 rejimli pashka qilamiz mashinangizni. Mashinangiz ideal bo'ladi, xudo xolisa. Bo'ldi, unda ichkariga haydavering. Mashinamiz tayyor bo'ldi. Hozir buni bitta tezroq qilamiz. Hozir kalibrovkalarni chiqardik. 0,1 injektor qo'ydik mashinaga. Keyin egasidan bitta o'tib eshitasizlar.